2026-yilda shu 4 ta aksiya eng pikga chiqishi mumkin. Birinchi aksiyamiz bu Nvidia aksiyasi. Bu искусственный intellektga bog'langan aksiyalardan biri bo'ladi va hozirgi paytda bilsangiz, даже telefoningizda именно ChatGPT ni ishlatasiz. Shu ChatGPT ga investitsiya qilayotgan kompaniyalardan biri bo'ladi. Ikkinchisi bu SpaceX kompaniyasi. SpaceX kompaniyasi juda zo'r kompaniya. Elon Muskga tegishli bo'ladi. Bilasiz, Donald Trump prezident bilan juda yaqin bu inson. SpaceX kompaniyasining 2026-yilda plus minus IPO ga chiqish ehtimolligi bor. Chunki o'zim ham kutyapman, IPO ga chiqqandan keyin juda ko'p investorlar pul tikishi mumkin. Sababi bu kompaniya juda katta foyda olib keltiradi va immuniy kapitalizatsiyasi 180 milliard dollarga teng bo'lyapti. Uchinchisi Tesla kompaniyasi. Bu ham Elon Muskga tegishli bo'ladi. Bilsanglar, Tesla kompaniyasi 2025-yilda birinchi o'ringa chiqdi immuniy elektromobillar chiqarayotgan kompaniyalar bo'yicha va aytmoqchi bo'lganligim 2026-yilda zo'r immuniy yangiliklar bor immuniy Tesla kompaniyasi uchun va asl investitsiya qilishingizdagi arziydigan kompaniyadan biri. To'rtinchisi Coinbase kompaniyasi. Bu kompaniya immuniy birja bo'ladi. Bilsanglar, birja bu poloprovodnik market bilan immuniy customer o'rtakash bo'ladi. Sizlardan komissiya oladigan immuniy provodnik birja orqali sizlar har doim kriptovalyuta yoki aksiyalarni sotib olasizlar. Do'stlar, immuniy aksiyalarni saralab olish bo'yicha 2026-yil uchun zo'r aksiyalarni saralab olganman. Shu narsa qiziq bo'lgan bo'lsa, dars degan kommentga yozib o'tib keting va sizga darsni tashlab qo'yaman.